Bola qizlar nima gap? Yaxshimisizlar? Sizlar hozir Nizamoni YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar va bu videoni ko'rayotganingiz bilan sizni tabriklayman. Assalomu alaykum, Uskikru. Jodam! Bugun sizlar bilan bitta joyga boramiz. Sizlarga yoqadigan umiddaman. 100% yoqadi. Hop, nima endi u? Nima u? Ko'rsataymi? Tayyormiz, davay. Tayyormisizlar? Bo'lmasam 1 2 3 Xullas, bugun samolyotda parvoz qilamiz. Xullas, biz o'sha yo'lga qo'zg'aldik. Bizda 1,5 soatlik yo'l Sirdaryoga borishimiz kerak. Davay. Bu bola uchun tayyorlangan yagona surpriz emas. Ularga yana bitta surprizim bor. Bilsanglar, sizlarga bitta surprizim bor. Podarkami? Ha, podarka. O'zim bilan bitta podpishkimni chaqirganman. Bittami ish qilib? Uni kimligini hozir ko'ramiz. Davay. Qiz bolami? Emotsioniydi. Shuri. Birinchi azim bilan. Azimni uzun market versiyasi Azimga bir o'xshaydigan bola. Mana o'zingizlar kommentariyaga hozir yozib ketinglar, Azimga o'xshaydimi yo'qmi? Qalaysiz, yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaqin. Давай, ketdi. Yo'lga chiqib oldi. Menda Daler bilan Azim ketyapti. Kelin-kuyovlarga o'xshab ketamiz. Bizadan 1 soat 14 minut ko'rsatyapti yo'l. Bolalar qornim och dedi, itdek ochman dedi. O'shaning uchun birinchi bo'lib meni ishim hozir ovqatlanadigan joyga to'xtash kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib Jeko telefon qildi. "Sama, men choy ichmadim-da. Anaqa pirashka olsa bo'ladimi?" "Aka, hech kim ichgani yo'q" dedim. "Prosta yashang bo'ldi" dedim. Birinchi marta vaqt turadi o'zi. Ha, birinchi marta soat 4 da turadi u bola. Birinchi qiladigan ishim hozir bolalarga ovqat topib berishim shart. Azam, nima deysiz? Ha, biqinlarni qo'lamiz hozir, cho'tki qilib, biqinlarni qo'lib, yoki kim nima yeyman desalar, og'izdan chiqqanlari muhayyo bo'ladi bugun. Bugun uncha hazillaygan odamlar bilan yurmayapsiz. Bugun Uskikru bilan yuribsiz. Uskikru legenda hatto. Samanning birinchi videosi, o'shaning uchun o'rtoqlar hozir o'zida like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yinglar, chunki ozgina podдержка qo'shishimiz kerak. Bu qo'shiq Samandar uchun. Mamta hozir ajoyib somsalar bor. Aynan biz uchun tayyorlanayotgan. Italiyadan kelib somsa yeymiz deb o'ylamagandim. Enjoylan bilasan, anchadan beri men o'zimizdan milliy taomlarimizni yemadim. Kecha Italiyadan keldim, lekin hali bunaqa somsalarni yeb ko'rmadim. Uylangan bolaning ahvoli mana. Ochibchimi? Uylanlaring deysanlar. Uyqinglar ochibchimi? Mana. Nima bo'ldi? Uyqingiz ochilibchimi? 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 Jeko nima yegisi kelyapti, aka? Farqi yo'q, faqat somsa yeymiz. Och qoryapti. Ketdi, ovqatlaninglar, qorin ochdi. Xullas, yomon xabar keldi. 3 ta dona somsa qolgan ekan. Qo'rmalarni olamizmi? Ertalabdan zo'r ketmaydi lekin, ma'lum. Ketadi, davay. O, Abdulloh xizmat qilyapti akalariga. Yo'q. Obunachi ham shuni aytganmi? Birinchi obunachiga beraylik. Hurmati bor-ku. Qani Daller ukajonim. Qaranglar, mana. Obunachining oldida ham gazli ichimlik, ham issiq choy. Kim shunaqa? Faqat Nizamoyev o'zini obunachilarini shunaqa hurmat qiladi. Hop, hozir qancha yo'l qoldi, Jeko? Tak. 1 soat-u. Men даже ko'rmayman. 1 soatlardagi deydi. 1 soatlik yo'l qolibdi. Rovna 1 soatlik yo'l, 65 kilometr. Eng qizig'i, menga o'zi adrenalin juda yoqadi. Eng muhimi obunachi xursand bo'lsa bo'ldi. Obunachi mazza qilsa bo'ldi. Biz mana ko'rdingiz bizani hayotda. O'sha hayotda ko'rganimda men savol beraman degan savollaringiz bo'lsa, bersangiz mana oldingizda.
живой kameraga javob beramiz. Travis qachon olasiz bilaman. Xudo xolasa, уже muddat tugagan, o'sha harakatda yuribman. Uzog'i bir hafta qoldi. Inshaalloh. Men video chiqquncha ham to'sam kerak. Uyalmasdan yuribmiz, ham sizga o'xshagan oddiy odammiz. Liboy temada. Bilaymi ola? Jangdar bolalarmiz o'zi. Bola o'zi og'ir bola ekan-a. Yo'q, bizning oldimizda shunaqa qilyaptilarmiz. Ayog'i. Videoda anaqa qilib. Menda ham bo'lganda, oldin kichkinaligimda. Juda hayajonlar bo'lardi, to'ylarga chiqardim. Sen o'yin Azimjon degan paytlaringiz bilaman efirda. Savol bor? Savol yo'qmi shu bilan nima bo'ldi? Savol yo'q aka lekin. Voy. Qizingiz bormi sizga? Yo'q, unaqa narsa. Nima yomon ish emas-ku, qizi bo'lish, nima? Ya, hayotda voqea lekin bolalarni bizga. Sevilib. Bolalarni sevilganlarni ko'ryapmiz. Ana o'tiribdilar bitta. Voy. Uzr. Узкий kruг va'da qilingan joyga Sirdaryodagi ochiq aviaga yetib keldi o'rtoqlar. Hayajon ham bor, qo'rquv ham bor bizda. Jo'lon birinchi bo'lib chiqyapti xullas. Azim oqarib ketdi Azim. Men chiqish yoqadi, tushish yoqmaydi lekin. Menda qo'rquv yo'q asosiysi. Qani Dallerjonda nima gap ekan? Hammasi zo'r aka lekin. Hammasi zo'r ketmadi. Qo'rquv bor-da. Qo'rquv bor lekin aka to'g'risi. Hamma ko'rib уже. Qo'rqma Daler, men oldingdaman. Mashina o'tirasizmi bo'lmasam uchib chiqamiz. Va botga bitta chiqiladimi, ikkita Ha, chiqadimi? bitta. Vau, odam biroz o'lib ketar ekanda. Normalniy bo'ladi, eng muhimi qiziq bo'ladi. Shuncha harakat uchun hozir o'zi videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosinglar. Birinchi kim chiqyapti? Men chiqyapman, qolgan dondoz o'ynasin, ketma-ketlikka. Davay. Yutgan uchadimi yo yutqizganmi? Yutgan. Yutgan uchyapti, to'g'rimi? Yo'q, yutgan uchadi. Don. Azimlar dalib qoldi. Men shunaqa. Men ikkinchi bo'lib uchaman o'rtoqlar. Men umuman qo'rqmayman bunaqa narsalardan to'g'risi. Bu parashyutdan ham sakragan. Easy katka. Ko'ryapsizlar, bu samolyotning oti nima edi aka? SP-30 samolyoti. Qanaqa qilib obzor qilishni ham bilmayman. Avtobloger Dilshaga obzor qiladigan samolyot ko'rgan bo'lsanglar, harakat qilamiz shundan qilib obzor qilishga. Xo'p, rangini ko'ryapsizlar, oranjiy rangda. Qanotini общий uzunligi 904 metr ekan. Mendan katta ko'ryaptimi? Bilyaptimi kattaroqligi yoki kichkinami? Don. To'xta boshqa. Jeko, Polis ishlamayapti. Gapirlaring mana. Don, ziki edilaring. Don. aytamiz, don nomi to'xta boshqatdan. Don. Boshqa. Sani ham. Chap qo'lda o'ynaymizmi yaxshi ishlaydi? Davay. Don. Boshqatdan to'xtanglar, boshqatdan. Davay. Urib yuboramiz. Don, ziki. Zo'r halol. Og'ir o'lim joyi. Eng og'ir chiqammi? Benzin qolmagan payt. 1, 2, 3. Don, ziki. Don, ziki. Jo'lon olaman ekanman. O'zi 3000 metrgacha chiqadi deyishyapti. No, 500 metrgacha, 500 deysizmi aka? 500 metrga chiqarib beramiz deb va'da berishdi. Hozir ko'ramiz endi. Ketdi. Samolyotga prosutaga o'tirib uchib ketish mumkin emas ekan. Piyoda instruktor akamiz yaxshilab tekshirdilar va samolyotda uchish qonun-qoidalari bilan tanishtirdilar. Vau! Men ichiga o'tirdim hozir samolyotda. Mana buni qaranglar. Shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Men bundan sal men birinchi marta ko'rishim. Ko'targandim. Dog' qo'yishadi-yu. Birinchi marta ko'rishim. Oldimga hozir bitta aka o'tiradilar. Meni uchiradilar. Ichi taxminan mana shunaqa ko'rinishda. Любой samolyotda eshigini ochilib ketish holati bor. Любой samolyotda bunda ham shunaqa holati bor, lekin hali bir marta ham ochilmagan. Agar mabodo parvoz paytida ochilib ketsa, mana shu ahvolda bo'ladi. Ushib olaman, siz shundoq. Bunda panikovat qilish kerak emas. Sizni vazifangiz nima bo'ladi? Ruchkadan ushlaysiz. Mana bu ichagi bor. Shunday ichak orqaga tortasiz. Mana buni shunday tortasizda, ishning o'zingiz tortib qo'yib yuborasiz. Bo'l, ammo yo'q. Ishoninglar, sana shunaqa hayajonlanyapman. Siz o'sha osmondamiz. Men bolalarni ko'ryapman. Men bu emotsiyani sizlarga просто yuz bera olmayman. Super!
Я очень хорошо. Хорошо. Хорошо себя чувствую. Мне очень нравится. Спасибо вам. Xullas, Samandar yo'qolib qoldi o'zi. Va osmon tinch, bo'm-bo'sh. Buningiz vaqt ketib qoldi. Yerni anu dumaloq shakldan bo'lyapti. Хорошо. Hammasi kamera bo'lmay deyapti. Ammo manzarani qaranglar o'rtoqlar. Men bunchalik chiroyli bo'ladi, bunchalik mazza bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin bitta gap joyida aytaman. Ikkinchi o'rman uchishim kerak-ku. Men uchmayman. Voy, Men umuman qo'rqmayman bunaqa narsalardan, to'g'risi. Realni ko'nglim aynayapti. Realni boyga somsa mashina tomog'imga yotib o'ynayman. Realni bu bahona emas, bu atmosfera emas, realni uchishim kelmayapti. tushkin kelmayaptimi? Ko'nglim aynayapti. Balkim mendan keyin kimdir uchsa, men ko'rarman. Ungacha balkim yaxshi o'qib qolsam uchaman. Shunaqa. Men simadingni O'zbekistondagina. Yo, nega? Realni ko'nglim Braziliyada aynayapti. uchding. Braziliyada o'zi uchun. Dubayda uchding. Bu yoqlarni men simayapsan. Yo, ko'nglim aynayapti to'g'ri, to'g'ri tushundinglar. Shunaqa ko'ngli aynib qoladi. Ko'ngliga qarab yurish kerak-da, Kamollar. Uchish kerak, uchiraman men. Uchish kerak bo'lsa uchiraman. Biz ham men ham somsa yedim, misol uchun. Uchaman, tushsa uchaman. Menga qiziqarli. Qo'rquvlar yo'q menda. Men bunaqa samolyotda uchmaganman. Menga juda ham qiziqarli. Juda ham qiziqib ketyapman. Qo'nyapti. Saman qo'nyapti. Ana qo'ndi. Oke. Voy, aka. Qalay bo'ldi? Bolle, ishoninglar. Naushnik olib ketdi, to'xta. Nima olib ketdi? Voy. Shunaqa kayf, bolle, ishoninglar. Qalay? Shunaqa chiroyli joylar bor ekan yoqda. Bitta chiqadi-yu, tachok shundoq beradi. Anu katta samolyotda to'lqinga tushib qolardi-yu. Undan so'ng bunda qattiqroq bo'lar ekanligi o'sha narsa. Yengil bo'lgan hisobiga. Xo'p, qavolga beraman, ketdi. Let's go! Valloh omad tilayveringlar, davay. Aka, Kamol Uni bos. qalay endi taassurotda? Ishoninglar, bunchalik bo'ladi. Men kichkina samolyot bo'lganiga, ana oddiy bo'lsa kerak desam, yo'q. Realniy bu. So'kish mumkin emas-da. Havodagi yamaga tushdi. Hamda qilib qoldi. Men ustogo'za hammasi yaxshi dedi. Tushuntirib berdi. Katta samolyot bo'lganligi uchun deyapti. U bilinmaydi. Bunda bilinadi deyapti. Hozir qilib uchsanglar bilasizlar-da. O'rtoqlar, biz havoga ko'tarildik. Let's go! Bu manzarani so'z bilan sizlarga tushuntirib bera olmayman. Voy onasini yetsin. Hozir sizgaliza dalir. Qani galam, xudo xolasa. Katta lo'j kamol ekan. Nima uchun duxingiz baland siz kostimasi? Duh balam emas, prosta. Bu ham baland ekan. Bola olasizda endi 24 yoshman, 15 yosh. Samallar eng maksimalisiga chiqarmadi balandlikda. 300 metr balandlikka chiqishdi. Men hozir pilot ketmoqchiman. Meni eng balandligiga olib chiq, 500 metrgacha olib chiq deyman. 500 metrda atmosferani sizlarga ko'rsataman. Kamol qo'l olmayapti boydan beri, boru. Nima bo'ldi oxirida Kamol? Yagona gapim orada jiji deb o'yladim. Bo'ldi, nahotki deb o'yladim. Sakrab ketgan ko'rdim. Ko'rdim, ha. O'tirdi, dom sakradi. Yedilar, dom sakradi. Oka uchab qoldi tepaga dedim. Tepada xavfsizroq edi-da holat, lekin Nizamovga alohida rahmat, chunki men qaysi davlatda nima uchganimdan qat'iy nazar bu yoqdagi atmosferani bilmadim, Shvetsariyaga o'xshatordim, o'zim ham ko'rdim. Ko'rding, ha. Juda chiroyli, ishoninglar, juda chiroyli. Dalir, yaxshi borki. Iloyim, yaxshi uchib, yaxshi qo'nib, eson-omon, yaxshi kayfiyatlarda seni kutib olish nasib qilsin. Uydagilarga aytganmisan, ish qilib. Aytganman aka. Bo'l, davay. Davay. Like bosib qo'yinglar o'rtoqlar, hali ham like bosmagan bo'lsanglar. Obunachimiz Dalira emotsiyasiga men tushunmadim. Bilolmayapman. Bu qo'rquvmi yoki hayajonmi yoki boshqa narsa? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Xullas, mayli nima bo'lsa ham, bolalarning emotsiyasini bitta ko'ramiz. Kuzatib turinglar, maksimal emotsiyani ko'rsatishga harakat qilamiz.
Basho, gap so'z bo'lishi mumkin emas, aka, ishoning. Tepadan yer shunaqa ko'rinyapti, ishoning, odamni bashi mayda-mayda ko'rinyapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qani aka? Sabr aka. Gap so'z bo'lishi mumkin. Bashi dahshat aka. Rahmat. Yo, tekrar gapiraverasiz. Hayajonlanma akajonim, cho'tga qammal. Mana birinchisiga qaytdi. Orgalaskasi bilan bir Hech o'zi shunaqasi bo'lganmi hayoting Bunaqasi davomida? bo'lmagan. Birinchi marta demay faqat Nizamov YouTube kanalida bo'lishi mumkin. Bunaqasi hali bo'lmagan, shuning uchun ham Uski guruh legenda o'rtoqlar. Shunaqa qilib bizani ochiq aviadagi sarguzashtlarimiz tugadi o'rtoqlar. Bolalar yoqdimi sizlarga? Вообще maza qiladimi? Kelish kerak, uchish kerak. Hammasi zo'r bo'ldi aka. Anaqadan Nima? Hamma zo'r bo'ldi. hammasi zo'r bo'ldi aka. Rahmat sizga kattakon. Shuncha joyga olib keldingiz. Xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. O'rtoqlar, shu joyiga bitta nima deyilardi? Like bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Keyingi ishtirokchi siz bo'lasiz. Uni qanaqa qilib men aniqlayman. Eshiting yaxshilab. Mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va mana shu videoning tagida plus qoldirib, o'zingizni Instagram nikingizni yozib qoldiring. Biz Instagramingizga aloqaga chiqamiz. Agarda siz yutgan bo'lsangiz. Hammaga rahmat. Joyingiz sog' bo'lsin. Uski guruh bilan yurish hammaga emas. Keyingisi Tailand bo'ladi o'ylab ko'ringlar ekan. Pugurt qilasanlar. Menga imkon emas. Yetgancha bu videoni ko'rganingiz bilan sizni tabriklayman. Cheeks.